Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Bugun sizlarga moda olamining tuzilishi haqida ma'lumot beraman. Umuman olganda biz imij stilistikani o'rganish borasida baribir o'sha sizni bugun kiyayotgan kiyimlaringiz qayerdan kelib chiqayotganligini, kim uni o'ylab topayotganligi va qanday sharoitlarda tikilayotganligi, avvalambor qimmat kiyim qayerdan boshlanadi va qanday darajaga yetib kelganda u arzonlashadi. Bugun nima trend, bu trendlar qayerdan keladi, qanday mavsumlarda ular o'zgaradi, qancha payt ushlab turadi trend o'zini va moda olamidagi o'sha trend bo'ladigan kiyimlarni o'ylab topadigan dizaynerlar qayerlardan ilhomlanib, kimlar orqali buni ishlab chiqadi. Mana shular haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Demak, eng avvalambor moda olamini tuzilishini, etaplarini, kiyayotgan kiyimlarimizning bugungi darajasi qayerda ekanligini bilishdan oldin moda olami ma'lum bir dunyo, ma'lum bir olam, o'ziga xos olami borligi bilan tanishamiz. Bu osonroq yo'l bilan tushuntiraman. Butun dunyoda biz taniydigan dizaynerlar bor. Misol uchun yuqori tabaqali dizaynerlar. Bular Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dolce Gabbana, Dior, Hermes, Balenciaga, Armani, Max Mara, hokazo. Bular juda ham ko'p. Bu taniqli brendlar yuqori pog'onaning brendlari hisoblanadi. Undan keyin juda ham ko'p pastki quyib tabaqaga tushib kelavergan sarinimiz. Mana shu dizaynerlar, yuqori tabaqali dizaynerlar eng avvalambor o'zlarini kolleksiyalarini bir yilda 2 marotaba ommaga ko'rsatishadi. Bu kolleksiyalar